Samarqandlik abituriyentlar va ularning ota-onalari qaysi universitetni tanlashni bilmayapsizmi? Kontrakt narxi qancha? Grant olish mumkinmi? O'qishga kirish uchun qanday hujjatlar kerak? Bu savollarga javobni universitet vakillarining o'zidan oling. 9-noyabr kuni o'nlab universitet vakillari Samarqanddagi Turizm akademiyasida abituriyentlar va ota-onalar bilan uchrashadi. Universitetlarni bir joyda taqqoslang, o'zingizga mos yo'nalishni toping va qabul shartlari haqida aniq ma'lumot oling. Soat 9 dan 13 gacha abituriyentlar va bitiruvchilar uchun ertalabki sessiya, ta'lim yo'nalishlari, qabul jarayoni, kerakli hujjatlar va grant imkoniyatlari haqida bevosita so'rang. Soat 17 dan 20 gacha ota-onalar uchun kechki sessiya, kontrakt narxi, o'qish sharoitlari va diplomdan keyingi imkoniyatlarni universitetlarning rasmiy vakillari bilan muhokama qiling. Ko'rgazma Samarqandda faqat bir kun bo'lib o'tadi. Kirish bepul. 9-noyabr kuni Turizm akademiyasiga keling. Bepul chiptangizni pastdagi tugma yoki profilimizdagi birinchi havola orqali oling. Ko'rgazmada ko'rishguncha